bo'lsin, xalqqa bo'lsin deb shuncha o'yinchoqni arzon qo'yardi, lekin bir narsani bilib olinglar. Ba'zi do'konlar 2-3 ta o'yinchoqni arzon qo'yib klient chaqirishyapti. Keyin boshqalari boshlanadi. Lekin biz unaqa ishlamaymiz. Operator o'yinchoqlarni ko'rsang, mana shunday qo'g'irchog'imiz 110 ming so'm. O'g'il bolalar uchun bo'lgan geroyimiz 35 ming so'm. O'g'il bolalar uchun pulli mashinamiz attiga 105 ming so'm. Qiz bolalar uchun ruchkali kosmetika naborimiz attiga 85 ming so'm. O'g'il bolalar uchun mashinamiz 235 ming so'm. Qiz bolalar uchun pul soladigan apparatimiz attiga 85 ming so'm. Bu reklama uchun emas, 2-3 ta ham emas. Bular shuncha va arzon narxlarda. Shuning uchun mijozlarimiz faqat bizdan tanlashadi. Sofiya Toys boshdan arzon, hamma uchun har kuni.